Adasi, oyim ko'rgani borib kelsam maylimi? Nima? Sog'inib ketdim. 6 oy bo'ldi bormaganimga. Hozir meni ishlarim juda ham ko'p, olib boradigan vaziyatda emasman, sharoitim ham yo'q. Bor undan ko'ra kiyimlarimni tayyorlagin, ketishim kerak. Xo'p. Oyi, kuyovingiz ishlari yurishmayapti-da hozir. Olib borib kelaman dedilar. Shunaqa degin, mayli keyingi safar kelarsan. Xo'p. Uydagilaringga salom et. Xo'p. Seni yaxshi ko'raman, qizim. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Opa, men metvotloyim mazasi yo'q deb, o'zingiz olib bormaganingizga yarasha bir marta ko'rib kela qoling. Sharoit bo'lsa olib borib kelaman uni 6 oy bo'ldi, adasi sog'inib ketdim axir. Ko'p gapirma bo'ldi. Ukam ertaga qizingni uzatishing bor. Ha deganda seni ko'rishga kelmasa, alam qilmaydimi? Bu bechora ham ota-onasini sog'inadi. Sen bo'lsang ota-onangni yonidasan. O'zing yasha olaysanmi ota-onangdan uzoqda? Sharoiting bo'lmasa, mana men beraman. Borib ko'rib kel qaynatangni. O'zing bormaganingga yarasha keksib qo'ygan ota-onasini duosini olishga qo'y ber. Buni qaytar dunyo deydi ukam. Ertaga o'zingga o'xshagan kuyov uchrasa, keyin buni tushunib yetasan. Onasi kiyimlarini alishtirib chiq. Uydagilaring ko'rgani borib kelamiz. Rahmat.